Sotuvimizga juda ham zo'r holatda kam probegda katta yuvuvchi avtomobil keldi. Mashinamiz 2013-yil 82 000 kilometr masofani bosib o'tgan. Holati ko'rib turganingizdek, o'ta ideal holatda, xolis olib haydashingiz uchun tayyor variant. Bu videoni yaxshi katta yuvuvchi chiqib qolsa olaman deb yurgan okelarga jo'natib qo'yishdi. 3 litrli motor bilan jihozlangan. Holatini ham ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham ideal holatda bo'lib, yonib turibdi. Xolisi bemalol kelib ko'rib, ustidan olib kelib, kraska, probeglarni tekshirib olsangiz bo'ladi. Motorlari ham zo'r ishlab turibdi. Kapotlarni ham chaqirib chiqib bo'lib, yonib turgan joylari yo'q. Faralarni ham, shishalarni qarang. Mashina umuman tayinlanmagan, zavod holatda. Xuddi yaxshi balonda taqilgan, krugovoy tonirovkalari bor. Balonlari zo'r holatda, qiriladigan joylar to'liq laminatsiyalar qilib qo'yilgan. 82 000 kilometr yurgan. Balonlarning holati ham zo'r bo'lib turibdi. 3 litrli motor. Bitta mana shu orqa eshigida kraskasi bor ekan. Yana kelib ko'rib, ustidan olib kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Orqadan ko'rinishlari. Narxi bo'lsa $12 000. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baho bo'lsa, baraka qo'rsanglar bo'ladi.